hozir ikkinchi xonani olib chiqib ko'rsatamiz. Undan ham zo'r. Xohlasa, batafsil videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu xonaga oddiy qilib to'plab qo'yishgan. Ichkarida skalatlarimiz bor. Skalatlarni olmaymiz. Mana shu yerga tanlov ko'rsatishlik, bu yerda turgan barcha mahsulotlarimiz, Xitoy tovarlarimiz juda zo'r holatda ekan. Mana oyoq kiyimlarni ko'ryapsiz. Qalinligi ham, sistemasi ham juda ham zo'r. Bemalol bahorga kiysangiz bo'laveradigan maza oyoq kiyimlar. Mana ko'rib turibsiz. Barchaga tavsiya qilaman. Bu do'konni asosan ayol ochadi. Shunga pastda nomer qoldiramiz. Faqat ayollar telefon qilsa yaxshi bo'lar edi. Mana bu oyoq kiyimlarimizdan 100 ming so'm sotilgan. Hozirgi kunda 55 ming so'mdan tanlovga chiqib ketadisizlar. Xudo xolasa, har qo'yilgan holatda shunaqa arzon narxlarni qo'yamiz. Kiyimlarimizni ko'rib turibsizlar. Romal deysizmi kiyimlarimiz faqat ayollar uchun mana juda ham chiroyli qilib olib qo'yishgan, assortiment qilib. Undan ko'ra mana hijob romallarni ko'ringlar. Xudo xolasa, singizga xayrli qilib yoki bo'lmasa mana bu nimada yaxshi kunlarda olib turib kiyib qo'ysangiz qanaqa duo qilishadi. Xudo xolasa juda ham zo'r bo'ladi. Mana shu narsa juda ham kerakli narsa. Ichiga suyuq sovundan solib qo'yasiz. Mabodo oynagingizni artmoqchi bo'lsangiz, kichkishtirib silib turib, mana artsangiz juda ham zo'r narsa bo'ladi. И mana bu narsani ham ichiga suyuq sovundan solib qo'yasizda, idish yuvayotgan paytingizda bosib turib ishlataverasiz. O'zida tayyor machalkalari bo'ladi. Juda ham zo'r narsalarni olib kelib qo'yishibdi. Xudo xolasa tavsiya qilamiz. Bir marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib ko'rgan yaxshi deb o'ylayman. Kepkalarimiz deysizmi, qizlarimizga mana hozir yozgi kunida issiqda ishlagani manaqa nimani to'sib olgan kepkalarimiz ham kelgan. Undan tashqari bolachalarimizga juda ham chiroyli mana uzuvchalarni qarang, juda ham go'zal holatda kelgan. Barcha tavsiya qilamiz. Kosmetika har turdan bor ekan. Xudo xolasa bemalol tavsiya qilamiz. Marqamondagi barcha ko'ynalarimizga 50% chegirma e'lon qilishdi. Bu yerda dvoyka, troyka qolaversa, ko'ynalarning o'zi ham bor ekan. Hammalarni mana shu do'konimizda kutib qolamiz. Mana bolachalar kiyimlar qanday baho berasizlar qarang. Juda ham zo'r holatda. Hamma taklif qilamiz. Sog' bo'linglar. Qolaversa, bolachalar kiyimlarni olib kelib ham berishaveradi zakazga. Salomat bo'linglar. Ikkinchi xonaga ketdik. Hurmatli kuzatuvchilar, mana Xitoyda ishlab chiqarilgan. Qalinligi ham juda ham zo'r. Voy, bor yo'g'i 80 ming so'mdan. Xohlagan tanlov olasizlar stokingizda. Yozgi, bahorgi xohlaganingiz tanlov olasiz 80 ming so'mdan. Hammasini masaga kelib aytaymi? Andijonda xona surlaydilar. 50 ming so'mdan o'tgan hafta o'zim mashina sotib oldim. Hozir bu yerda qancha ekan aytaymi sizlarga? Aytsam o'zing ham jini qolsangiz, bilmadim. Bor yig'i 20 ming so'm. 20 ming so'mga oddiy narigi tapchkani ham beryapti. Bu lekin qalinligi ham zo'r, sifati ham juda ham chiroyli. Mana shunaqa tapchkalarni tanlov olish 20 ming so'mdan. Bo'lsa, xalqqa bo'lsin ekan bu yo'q. Xudo xolasa, to'y sezonlarimiz boshlanyapti. Adyol deysizmi, xat ko'plar deysizmi, barchasidan shu yerda mavjud. Bemalol aloqa chiqsanglar, kelishilgan narxda berishadi.